Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan matematika va uni o'qish metodikasi fanidan boshlang'ich sinflarda tenglamani o'qish metodikasi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Qani ketdik. Demak, boshlang'ich matematika kursida tenglama tushunchasi o'quvchilarda algebrik fikrlashning dastlabki elementlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tenglamani o'rganish arifmetik amallar asosida olib boriladi. Sonlar orasidagi bog'lanishlarni ongli ravishda tushunishga zamin yaratadi. Tenglama tushunchasining metodik ahamiyati boshlang'ich sinflarda tenglama noma'lum sonni topish vositasi sifatida qaraladi. Bu tushuncha mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Asosiy maqsad noma'lum sonni aniqlash, matematik ifodalaar orasidagi tenglikni tushunish, sabab natijasi bog'lanishlarni aniqlash va rivojlantirish hisoblanadi. Tenglama tushunchasini kiritishning nazariy asoslari. Tenglama tushunchasi o'quvchilarga tayanch bilimlar, qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallariga tayanib kiritiladi. Bu yondashuv tenglamani abstrakt algebrik tushuncha emas, balki tanish arifmetik vaziyat sifatida qabul qilish imkonini beradi. Tenglamani quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lgan matematik munosabat sifatida qaraladi. Ushbu qismlarni tushuntirish orqali tenglama tuzish haqida umumiy tasavvur shakllanadi. Dastlab tenglik belgisi noma'lum son, harf yoki bo'sh kategoriya bo'lishi mumkin. Chap tomon, o'ng tomon metodik nuqtai nazardan bu jarayon tenglik tushunchasini ongli o'zlashtirish bilan chambarchas bog'liqdir. Tenglama yechishning nazariy ahamiyati. Tenglama yechish noma'lum komponentni topish sifatida talqin qilinadi. Bu jarayon arifmetik amallarning o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Tenglama yechish metodikasi o'quvchilarga noma'lumni topish uchun teskari amalni qo'llash zarurligini anglatishga qaratiladi. Qoidalar amaliy emas, mantiqiy asosda shakllanadi. Tenglamalarni o'rgatishda arifmetik amallar bilan uzviy bog'liqlik metodikaning muhim nazariy jihati hisoblanadi. O'zaro teskari amallar sifatida tenglamani yechishning asosiy tayanchi hisoblanadi. Teskari amallar bog'liqligiga tenglama yechish qoidalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu bog'liqlik o'quvchilarda matematik munosabatlar tizimi haqida yaxlit tushunchalarni shakllantirish imkoniyatini beradi. Tenglama va uni yechishga o'rgatish metodikasi qat'iy ketma-ketlik asosida quriladi. Bu tizimlilik bilimlarni bosqichma-bosqich chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Dastlab bir amalli eng oddiy tenglamalar kiritiladi, keyinchalik murakkab tuzilishdagi tenglamalar o'rgatiladi va oxirida tizimli yondashuv orqali o'quvchilarning tushunchalari mustahkamlanadi. Tenglamalar bilan ishlash o'quvchilarda analitik fikrlash va xulosa chiqarish kabi aqliy faoliyatlarni rivojlantiradi. Tenglama tushunchasi keyingi sinflarda algebra elementlarini o'rganish uchun muhim tayanch vazifa bajaradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, boshlang'ich sinflarda tenglama metodikasi didaktik tamoyillar, yosh psixologiyasi va matematik mantiqlarga asoslanib, o'quvchilarni yuqori bosqichlarda matematikaga tayyorlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.